Jalolxon aka, odamlarga bu jempenni yana ham sifatini tushuntirib beralganimizda edi. Nimaga bu yerda jon kuydirib video olib turganimizni bilishardi. Arzoniga uchib, boshlari servisdan chiqmayapti. Bormi? Assalomu alaykum hurmatli Bodo o'zni qadrli obunachilari. Kunlar qalay o'tyapti? Kelib turgan Mohir Ramazon bilan barchalarni tabriklab qolaman. Kompaniyamiz va o'zimizni nomimiz bilan akalar. Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan modelimiz tritsiklar ichida 3 ballonlilar oilasida eng mashhur, eng sifatli bo'lgan brend Jempen brendidan Rexha modelimiz ko'pchilikga yoqib, manzur bo'lib, ma'qul bo'lib ulgurdi deb o'ylayman. Sifati bilan va dizayni bilan akajon. Hozir biz sizlarga buni xarakteristikasi, buni oldi vid, arqa vid, amortizatsiyalari qishda qancha kilometr beryapti, yozda qancha kilometr yurib beradi, narx-navolari qanaqa degan savollarga birin-ketin javobini berib o'tamiz. Undan sizlar oldin bitta like bosinglar. Like bosib, fikrlarini kommentariyada qoldirish esdan chiqmasin. Bodo sizlar bilan boshladi. Shu skuter Motorola oilasida 8 yildan beri savdo qilib turgan odam tariqasida men sizlarga aytalamanki, tritsiklmi, elektronik skutermi, benzinli mahsulotmi olib turganda albatta 3 ta qoidaga amal qilsalaring, sizlarda cho'ntaklaringga ham, sizlarda vaqtlaring ketmasligiga ham, yaxshi narsa xarid qilishlaringga yordam bo'ladi deb o'ylayman akalar. Birinchi qoida, mahsulot xarid qilib turganingizda avvalo o'zingiz jussangiz bilan mahsulotning razmerini solishtirib ko'ring. Siz vesli odammisiz, baquvvat odammisiz yoki haraqqinadan kelgan bizdaqa mana o'rta holdagi standart odammisiz yoki bo'yi uzun nima desam bo'ladi, bo'yi uzun odammisiz, mana shu narsalarga albatta e'tibor berishlaring kerak akalar. Ikkinchi qoidamiz, mahsulotning sifat kafolati vaqti. Ya'ni mahsulot sotib turganda odam sizga qancha muddatga kafolat beryapti. Sotuvchidan mahsulot xarid qilyapsiz, qanchaga, necha oyga kafolat beryapti. Qancha kafolat muddati uzoq bo'lsa, shuncha sotuvchi ishonch bilan sotib turganligi va kompaniya sizga ishonchni taqdim qilib turganligini dalolati shu bo'ladi. Ya'ni mahsulotni olyapsiz, 3 oy, 4 oy ichida mahsulotingiz zavodskiy holatda brak bo'lsa, shunday olib kelib turib tashlab ketasiz. Kimga bo'lishidan qat'iy nazar, kafolat ichida sizga ta'mirlab berishadi zavod holatida. Akalar, zavodskiy holatda qaytib ketgan bo'lsa, ushtini to'g'rilab berishlari shart va majbur. Chunki bu kafolat zavodskiy bo'lsa, o'zingiz olib borib ursangiz, o'zingiz misol uchun ballonni teshib olsangiz, u kafolatga kirmaydi. U o'z ixtiyoringizdagi buzilish holati bo'ladi. Uchinchi eng muhim qoidalardan biri, eng keraklisi, bu mahsulotni ko'z bilan ko'rganingizda sizga yoqyaptimi mahsulot? Mahsulotning ko'rinishidan sifati nima deyapti? Misol biz o'zimiz o'rganib qo'yganmiz, oddiy odamlar ham mahsulotni ko'ryapti-da, o'zi ha bu bunisidan ko'ra misol uchun sifatliroqqa o'xshayapti, bu boshqacha ekan, bunisi nima, biz o'zimiz savdoda bo'lganimizda ham ko'pchilik so'rashadi. O'zi odam ko'zi bilan ko'rib turib, qaysi narsa sifatli, qaysi narsa sifatsizligini o'zi skuter minib yurgan odamlar, mana shuncha yildan beri ko'rib kelib turgan odamlar shuni farqiga borib qolishdi akalar. Mana shu 3 qoidani o'zingizda amalda sinab ko'ring. Sizni avvalo cho'ntagingizga foyda, vaqtingizga foyda, sizni servisda umringiz o'tib ketmasligiga foyda bo'ladi. Hozir ko'pchilik narx arzoniga uchib turib, servisda umrlari o'tib ketyapti. Ya'ni bu narsani kimdan olsalaring ham nasiyaga olganlaring yo'q, pulga olyapsizlar. Yonlaringdan bunga sarmoya kiritib o'zlaring uchun transport mahsulot xarid qilyapsizlar. Boshlaring servisdan chiqmasa alam qiladi. Misol uchun menga alam qiladi. Men borib turib o'zimni haqqimni talab qilib olaman. Chunki buni pulga olyapman men. Buni haydayapman. O'z ehtiyojimni qondirish uchun buni xarid qilyapman. Lekin menga u talablarimga javob bermasa, men o'z haq-huquqlarimni xohlagan joyimda shariy ham davlat tomonidan ham undirib olishga hamma fuqaro haqli bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun men shu 3 qoidani sizlarga plyuslari shular. 3 qoidani ishlatsangiz shunaqangi yaxshiliklar olasizlar akajon. Endi sizlarga men birinchi qoidamiz bo'yicha mahsulotni razmerlarini ko'rsatib o'tsam. Mahsulotimiz avvalo 3 ballon bo'lgani uchun sizlar o'ylashinglar mumkin, manyovrlar qilganimizda og'anab ketmaydimi, tashlamaydimi deb o'ylashinglar mumkin. O'sha holatlar uchun mahsulotimiz bo'yi ancha cho'ktirilgan va enli qilingan oldingi modelga nisbatan.
yondagi paroklarni ham ko'rishinglar mumkin. Ancha tashqariga chiqarilgan. Balonimiz ichkarida katta razmerli, lekin bu yerda mana bu parogi deymizmi, qanoti tashqarida turibdi. Orqadan ham ko'rsalaring, ancha enli avtomashinani vidini beradi akalar. Razmerimiz ekranda ham qoldirib o'tamiz. Eniga 1 metr, bo'yiga enimiz 1 metr, aytdimmi? Bo'yimiz 1.5 metr, ya'ni 1.5 metr. Xo'p, bu holatdagi enimiz 1.60, ya'ni 1.7 metr hisoblanadi. Xo'p, oldi tomondan hozir o'zlarimiz yana bitta o'lchab turib qo'yib beramiz. Qancha metr va nimaligini. Ichkaridan ham o'tirgan odam, bo'yli odam bo'ladimi, vesli odam bo'ladimi? Buni sidinani ko'rsating, bemalolligini. Hali o'yinchoq sidinalar chiqib ketdi hozir bir xilga skuterlarda. Odam o'tirgani ham qo'rqadi, garshukka o'xshaydi. Buni qarang, shohona xonlarda xuddi taxtaga o'xshaydi-da mana. Qarang, koja. Polni qo'l mehnatida tikib chiqilgan koja apparatura akalar. Yumshoqligini qarang buni. Yengil bossam kirib ketyapti. Bismillohni aytib o'tiramiz. Qaranglar. Shuncha joy yana ortib qolyapti mana. Mana jiyanim, ukammi bo'lsa bemalol yonimga siqib ketadi. Demoqchiman, vesli odam bo'lsa ham bemalol ketadi. Bo'yida qarang. Ko'rishinglar mumkin. Mana shuncha joy yana ortib qolyapti. Meni bo'yim 1.75 akalar. O'tirganimda mana shuncha joy yana ortib qolyapti. 1.80, 1.85 odam kelsa ham bemalol mana tepadan ham ko'rib o'tirib ketaveradi. Orqamizdagi holatni ham ko'rsating. Uzun sidinamiz mavjud. Nevaralardan bo'lsa 4 ta nevarangiz bemalol sig'adi. Bog'chaga toshigani, maktabiga olib borib qo'ygani, ikkita ulfatingiz bo'lsami, yo hojixonam bo'lsalarmi, o'tirg'izib bemalol shaharda aylanib, yonida tentlar bor. Video davomida ko'rsatib o'tamiz, tayyor qilib qo'yganimiz bor. Tentlarni tortasiz, ko'rinmaydi tentchi. Zavodskiy shu holatda qildirganmiz. Tentlar ko'rinmaydi. Bitta tentlar tortib olib, sovuqdan, yomg'ir sochindan ehtiyot qilib, hojixonam bilan o'tirg'izib, sayr qilishga baribir eng qulay mahsulotlardan biri va kafolatligi shu bo'ladi. Ikkinchi qoidamiz bo'yicha mahsulot haqidagi kafolatimiz akalar. Mahsulotga bevosita 150 kun biz kafolat bera olamiz akalar. 150 kun ichida mahsulot zavodskiy holatda tirq etadigan bo'lsa, Jempen Bodoni ofitsialniy showroomlarga qaytdan olishingizdan qat'iy nazar Toshkentmi, Xorazmmi, Buxoromi o'sha joydan borib servisimizda ta'mirlab ketishing mumkin bo'ladi akalar. Qaytdan xarid qilishingizda qat'iy nazar biz mahsulotni ta'mirlab beramiz zavodskiy defekti bo'lsa. Xudo xolasa shuncha sotdik, shuncha ko'p odamlarga sotdik, servisimizga olib kirib ko'rsatamiz. Ishonmaganlar o'z ko'zlaring bilan Leboy Bodoni magaziniga borib ko'rishinglar mumkin. Jempen modellaridan, Bodo modellaridan bizning servisda Xudoga shukr, bundan keyin ham shunaqa bo'lsin yo'q. Bu imенно mana shu Rekshani men misol qilib aytalaman. Umuman servisga bu aka garantiya bera olmaydi, buzilib qoldi deb kelgani yo'q. Xudo xolasa bundan keyin ham shunaqa bo'lsa, iloyim. Sotgan odamlarimiz duo qilib baraka topib haydashyapti. Hozir ham xarid qilgan odamlarga qayta sotuvlarni ham yo'lga qo'yganmiz. Xarid qilgan odamlar o'zini sherigini olib keladi, ko'chada ko'rib qolsa, qaytdan oling deb, olib bormani ham deb kelib, yana shu mahsulotlardan xarid qilib olib ketishyapti. 5 xil rangi bor. 5 xil rangi bor. 150 kun kafolat Jempen komandasi sizlarga beriladi bemalol. Xarid qilganingizdan keyin bu narsani. Xo'p, qishki havoyimizga necha kilometr yurib beradi deganlarga. 45 talik katta original Cholvidan 5 ta qo'yilgan. Bu degani qishki hozirgi minus sovuq ob-havoga 80-90 kilometr yurib beradi. Hozirgi havoga yozga chiqqanimizdan keyin 100 kilometr plus. Minimalniy zavod 100 kilometr beradi, undan baland ham bo'lishi mumkin. Lekin standartni 100 kilometr yurib beradi. Cholvi original birinchi o'rinda turgan akkumulyator bo'ladi ekan. Xo'p, endi mahsulotning ichki formatlarini ham, funksiyalarni ham birma-bir ko'rsatib o'tamiz. O'tirganimizda sizni kilometringizni, necha kilometr yurdingiz bitta zaryad bilan hisoblab ketadi. O'zi polni probegingizni hisoblayapti. Bu yerda tezligingizni ko'rsatib ketadi. Elektronniy dvorniklar ekan. Bitta knopka bor. Elektron dvorni tumankalarni yoqishingiz mumkin. Mana shu yerda avarenkani bosib qo'yishingiz mumkin. Arqadan qarang, avarenkani yonishini shunaqangi chiroyli yonib beradi. Xo'p, buni o'chirganimizdan keyin bu yerda kalitida besprovodniy o'zini mana kalitlari bor. Pultdan ham zavod qilish kalitsiz imkoniyati bor. O'zini zapaska pultlari ichidan kelib chiqadi. Mahsulotimizni arqadan mana ochishimiz imkoniyati bor. Hozir ichidagi savatini ham ko'rib borasizlar.
kaltiqamiz. Burganimizdan keyin bu yerda o'zini yashiga deymizmi, sandig'imi chiqib keladi, qaranglar. Bu yerda akkumulyatorimiz turadi. 5 ta 45 talik katta original akkumulyator. Xo'p, bu yerda ham yana o'zini mana. Xo'p, ko'rib turganlaringda betini o'zini zavodskoy kalpaklari chiqadi akalar. Zavodskoy ikkita tomonni kalpagi va garantiya taloni chiqadi. Mahsulotni hozir bu klonkasini o'zi ozgina kirib bo'pti mana. Motor migasi 1000 lik, motor bilan 60 ga 45, 5 ta akkumulyatorli, balon razmerlari. Xo'p, kilogrammlari bitta odamniki bu. 300 kilogrammgacha yukni bemalol ko'tarib o'taradi. Xo'p, ikki kishini deyapti hozir. Orqada ikki kishini, misol bu zavoddan yirik odamda o'zi standarti bu, zavod berib turgan standart. Bitta haydovchi haydasin deb turib, mana shu narsani xarid qilganligidan keyin qo'lingizga topshiriladi. Garantiya talon, jimpe va o'zimizning firmamiz pechatlari bilan. Olib, xudo xolasa baraka topib haydaydigan modellar mana shu bo'ladi. 5 xil rangi bor. Xolagan ranglarni kiyib turib, xolasini ukam dastavka qilib yuborsalar, mana shu yerda o'zidan xolagan viloyatlarga dastavka qilib chiqarib beraman. Xolovchilar bo'lsa, magazinda o'zidan kelib, ko'rib, haydab ko'rib olishlari mumkin. Jempenslarga hamma ishonchli taqdim qiladi akalar. Narxi 1200 dollar. Xarid qilmoqchi bo'lganlar, mana shu pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib, so'roq-javoblarni qilishingiz mumkin. Naqd pul asosida akalar. Bododa hozircha hamma mahsulotlarimiz naqd pul asosida, xudo xolasa bahorlardan kredit masalalarini o'ylab chiqmoqdamiz. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa, albatta bitta like bosib qo'yinglar. Qo'llab-quvvatlash aynan sizlardan bo'ladi. Sizlar bilan 100 ming bo'ldik. Xudo xolasa bundan-da baland marralarni birgalikda bosib o'tamiz. Videoga bitta like bosdingizmi? Endi bitta komment ham qoldirib yuboring. Bodoga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bodo, yo'lingiz biz bilan doimo yorqinroq.